Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size görüyoruz, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslah 2023 yıl, 1. ayının 25. günü vatandaş. Sizlerge sözleydiği leksiya ve vaziyet. Ben üzümcü şunda aytay ki, Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jonhua Xalq Cumhuriyeti ikki davlat munosabatiga doir portlash xarakterlik xabar vatandaş. Ben shundaq deyman, shunday deyishim kerak. Masalan, mavzu nima? Mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlar Avam Palata boshlig'i Kevin McCarthy bu yil bahor aylarida Tayvanni ziyorat qiladi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi mas'uli Kevin McCarthy'ning Tayvanni ziyorat qilishiga tayyorlik qildi. Hukm, ya'ni logikalik hukm, mavzu bilan birga kelgan logikalik hukm vatandash. Mavzuli xabar 2023 yil 1. ayning 25 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Washington. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Siyosat, axborot e'lon qilish bilan dong chiqqan Washington qadah axborot jurnali xabardor amaldorlarning so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Avam Palata boshlig'i, yangi tayinlangan palata boshlig'i Kevin McCarthy bu yil Tayvanni ziyorat qildi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi bu qatimqi ziyoratning tartiblarini o'rinlashtirish, arqisab, xizmatlari bo'yicha tayyorlik qilib qo'ydi. Qadah axborot 2021 yil 1. ayda 3 nafar bozorlik kitobning avtorlari tarafidan Washingtonda qurilgan. Hukumat siyosat belgilashga aloqador xabarlarni xabar qilishni asos qiladi bu matbuot. Qadah axboroti qurilg'ili uzun bo'lmasa-mu, Washingtonda siyosiy bir taraflamalikka berilmaydigan matbuot deb dong chiqardi. Qadah axborotining xabarlarga asoslanganda Cumhuriyetchilar partiyasi tarafidan tuzillangan yoki egallangan Avam palatasi Jungo'ga zarba berishni muhim diqqatga markazlashtirdi. Avam palatasi bu qatimda Jungo'ga zarba berishni muhim diqqatga markazlashtirdi. Prezident Joe Biden hukumat amaldorlari Avam palata boshlig'i Kevin McCarthy'ning bu yil bahorda Tayvanni ziyorat qiladiganligini mo'ljalga oldi. Qadah axboroti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Agar Kevin McCarthy Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, Amerika Jungo o'rtasida yana bir qatim diplomatik oshkorlash yuz berishi mumkin. Lekin Prezident Biden hukumatining va Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligining bu qatimqi ziyorat tutgan pozitsiyasi Sobiq Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi'ning Tayvanni ziyorat qilishiga tutgan pozitsiyasidan texmi qizg'in va texmi aktiv bo'ldi. Beşburcaklik bina Avam Palata boshlig'i Kevin McCarthy'ning Tayvanni ziyorat qilishi bexatarlik va orqisab xizmatlarini planlab bo'ldi, tayyorlab qilib bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Beijingning Tayvanga tahdid silayotganligini aniq tanib yetdi. Shuning uchun Tayvanni qo'llashni kuchaytirib, balki qo'llab qolmasdan Tayvanga harbiy qurol-yarog' sotib berishni tezlashtirdi va jiddiylashtirdi. Balki Amerika Tayvan o'rtasidagi harbiy ishlar va bexatarlik hamkorligini texmo ilgari surdi. Avam palata boshlig'i Tayvanni ziyorat qilamdi.
Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi javob qaytardi. Mavzuli xabar 1-oyning 24-kuni Erkinlik Vaqt gazetida e'lon qilindi. Bu gazet Tayvanning gazeti. Xabar mundaq boshlandi. Amerika siyosat axborot to'g'ri qadah axboroti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Sobiq parlament boshlig'i Nancy Pelosi'ning Tayvanni ziyorat qilishiga ergishib, navbatda Avam palata boshlig'i bo'lib tayinlangan palata boshlig'i Kevin McCarthy bu yil bahorda Tayvanni ziyorat qiladi. 5 burchaklik bino bu ziyorat uchun tayyorlik qilyotdi. Bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi bayonotchisi Ned Price mundaq ta'kidladi. Amerika Davlat Majlisi a'zolari har qanday safar va ziyorat qilish ishlarini butunlay o'zlari mustaqil holda belgilaydi. Bu Ned Price'ning bayonoti. McCarthy Avam palata boshlig'i Tayvanni ziyorat qilishni o'zi belgilaydi. 3-odam aralashmaydi. Uning ustiga McCarthy Amerikada hozir Avam palata boshlig'i bo'lib saylandi. 3-qo'l davlat rahbari edi. Mana bu xabar portlash xarakterli xabar vatandoshlar. Biz 5-oyning 5-kuni 6-kunigacha davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qiladi degan edik. Endi oxirida siz bilan muhokama qilamiz.